bahaybat amerikanskiy traklar 100 kilometrga necha litr dizel yoqadi va u necha pul bo'ladi? Hech o'ylab ko'rganmisizlar? Videoga bitta like bosinglar, men sizlarga hozir bu ma'lumotlarni aytib beraman. O'rtacha oladigan bo'lsa, amerikanskiy traklar 1 gallon dizel bilan 6-7 mayl yuradi. Bu degani 100 kilometrga 35-40 litr dizel yoqadi degani. Amerikada o'rtachasiga bitta trak 1 yiliga 100 ming mayl yuradi desa, bu degani 1 yilda 25-30 ming litr dizel yoqadi degani. Hozirgi kunda Amerikada 1 gallon dizelning narxini $3.75 deb oladigan bo'lsa, 1 yilda trak haydovchilari 24 ming, 28 ming dollar atrofida dizelga pul sarflashar ekan. Tushunishingiz uchun, bitta amerikanskiy trakni polniy bak qilish uchun 750 litr atrofida dizel ketadi. Bu degani $735 atrofida bo'ladi degani. Agar yiliga 25 ming dollar atrofida pulingiz shundoqqina faqat dizelga ketayotgan bo'lsa, bu sohada ishlagan bo'larmidingiz yoki yo'q? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar.